Navbatdagi operatsion kunimiz, navbatdagi bemorimiz Fayozbek. Hozir o'zidan so'raymiz, nima bezovta qilishi. Fayozbek nechinchi yilsan? 2009. 2009. Nima bezovta qilasan? Nima qiynaydi? Nafas yaxshi ola olmayman. Burundan yaxshi nafas ola olmaysiz. Qachondan beri? Bir 2 yilmi, 1 yil bo'lyapti. Qaysi tomondan qiynalasiz nafas? O'ng tomondan. O'ng tomondan. Boshlaring og'rimaydimi? Yo'q. Uyqung yaxshimi? Uyqum yaxshi. Ishtahang yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Bemorimizni men ko'rganman. Bemorimizda burun to'sig'ini qiyshiqligi bor, chiqanoqlar kattalashgan. Bemorimizda burun to'sig'ini to'g'irlaymiz, chiqanoqlarni kichkinalashtiramiz, xullas nafas olishda tiklaymiz. Tayyormisan? Ha, tayyor. Bemorimiz operatsionni stolda ko'rsatmoqchiman. Men ko'rganimizda burun to'siqlari qiyshiq, mana shu nafas olishini to'xtatib turibdi. Mana shu qiyshigan burun to'sig'ini to'g'irlaymiz, chiqanoqlarni kichkinalashtiramiz, burunni ochamiz, xudo xolasa. Operatsiyamiz umumiy og'riqsizlantirishda bo'lyapti. Bemorimiz hech narsani bilgani yo'q, sezgani yo'q, uxlayotibdi. Bitta operatsiyamiz 15-20 minut davom etadi, xudo xolasa. Aziz aka, septoplastik operatsiyani necha yoshdan qilsa bo'ladi? Endi u qiyshiqlik darajasiga bog'liq. Agar juda ham kuchli qiyshiqlik bo'lsa, 5 yoshdan keyin qilsa bo'ladi bemalol. Undan kichkina yoshda ham qilganmiz, 3 yoshda ham, 2 yoshda ham qilganmiz. Agar ozgina qiyshiqlik bo'lsa, unda 14 yoshgacha kutsa bo'ladi. 14 yosh, 15 yoshdan keyin qilsa bo'ladi. Agar nafas olishga kuchli qiynalib bo'lsa, nafas olishga xavf berayotgan bo'lsa, yosh tanlamaydi, любой yoshda qilinadi. Operatsiyamiz tugadi, bemorning qiyshigan burun to'sig'ini to'g'irladik. Xudo xolasa bemor cho'tki nafas oladi. Chunki mana burun ochildi mana, tomoqqacha ko'rinib turibdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, burundan erkin nafas oling. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahat bering.